Ozoda Nursaidovaning ahvoli haqida ma'lumot berildi. Rossiyada vafot etgan vatandoshlarning jasadlarini vatanga olib kelishda O'zbekiston fuqarolariga yordam ko'rsatiladi. 1 milliard so'mlik gilam mahsulotlarini noqonuniy sotayotgan tadbirkor qo'lga olindi. Hindistonda bir ko'zli echki bolasi dunyoga keldi. Jarima sifatida to'langan 30 kilogramm tanga hikoyasi. Amudaryo tumanida 500 mingdan pul ushlab qolingan o'qituvchilar ishida aybdorlar aniqlandi. Qo'shtirnoq ichidagi rasman yo'q shaxslar haqida ma'lumot berildi. Surxondaryoda 8 kunlik chaqalog'ini sotmoqchi bo'lgan farg'onalik ayol qo'lga olindi. Qashqadaryoda sho'rton gaz kimyo ishchisiga nisbatan talonchilik qilganlar ushlandi. Endi esa shu xabarlar haqida batafsil ma'lumot beramiz. Shu yilning 7-fevralida Hindistonning Bihar shtatiga qarashli Samastipur okrugidagi qishloqlardan birida bir ko'zli echki bolasi dunyoga keldi. Echkining egasi fermer Muhammad Ozodning gapiga ko'ra, hozirgi kunda butun qishloq ahli qayta-qayta kelib, bir ko'zli echkini tomosha qilmoqda. Kimdir echkiga qarab o'zicha duolar o'qimoqda, unga sig'inmoqda. Yoshlar esa selfie qilishga tushib ketgan. Mutaxassislar bu holat qadimiy Yunonlar afsonasidagi qahramonlardan biriga berilgan nom ekanini aytishgan. Qadimiy afsonalarda o'sha qahramonni Siklop deb atashgan ekan. O'tgan yil fevralda Malayziyada ham shunday bir ko'zli echki tug'ilgan. Echki bolasining og'zi kichik bo'lganligi sababli egalari unga trubacha yordamida ovqat berishgan. Jarima sifatida to'langan 30 kilogramm tanga. Sud tomonidan jarimaga tortilgan bir erkak ulardan alamini shu tariqa oldi. Ma'muriyat tangalarni ajratgunicha esi ketdi. Biroq shu ahvolda ham sanab adog'iga yeta olmadi. Oxir-oqibat politsiyani ham chaqirishdi. Ofitserlar esa ular tangalarni olishga majbur ekanliklarini aytishdi. Shundan so'ng tangalarni sanash uchun yanada ko'p xizmatchilar jalb etildi. Ularni oradan bir necha soat o'tibgina sanab bo'lishdi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat inspeksiyasi tomonidan o'qituvchilarning maoshidan ushlanib qolgan pullar o'rganildi. Inspeksiya xabariga ko'ra, Amudaryo tumanidagi 82 ta umumta'lim maktablarida ishlovchi 5154 nafar pedagog xodimlarning 3115 nafaridan elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi va boshqa kommunal to'lovlar uchun noqonuniy ravishda roziligi olinmay ish haqidan ushlab qolingan. Mazkur holat bo'yicha aybdor bo'lgan Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limi mudirining o'rinbosari, ismi qisqartirilgan Matqurbonov hamda xalq ta'limi boshqarmasi, markazlashtirilgan moliya buxgalteriya xizmati bosh hisobchisi Qalandarov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-moddasi 1-qismi bilan eng kam ish haqining 5 baravari, ya'ni 1,13,650 so'm miqdorida jarimaga tortildi, deyiladi axborotda. Ma'lum qilinishicha, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan mazkur huquqbuzarlik holati bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligiga 2019-yil 8-fevral kuni qonun buzilishini bartaraf etish va kelgusida yo'l qo'ymaslik yuzasidan belgilangan tartibda taqdimnoma kiritildi. Shunga qaramay, Kun.uz muxbirida nusxasi mavjud tuman xalq ta'limiga yuborilgan Majburiy ijro byurosi talabnomasida boshqa manzara aks etgan. 2019-yil 5-fevral kuni Amudaryo tumani Majburiy ijro byurosi bo'limi boshlig'i Ergash Jumamurodov imzosi bilan tasdiqlangan talabnoma xatida xodimlarning ish haqidan kommunal to'lovlar uchun ushlab qolish masalasi bayon etilgan va reja belgilab berilgan. 10-fevralga qadar mutasaddilar ushbu rejani bajarishi kerak edi. Oqibatda o'qituvchilarning maoshidan asossiz pullar ushlab qolingani haqida barchamiz bildik. Garchi Majburiy ijro byurosi Amudaryo tumani bo'limi boshlig'i o'rinbosari Hasan Jumaqulov to'lovlar uchun ushlab qolinadigan pullar ishchilar ixtiyoriga ko'ra amalga oshirilishini ta'kidlasa-da, talabnomada 10-fevralga qadar amalga oshirilishi lozim bo'lgan reja nega keltirilgani shubhani paydo qiladi. Balki bu masalaga prokuratura organlari tekshiruvi oydinlik kiritar. Kun.uz surishtiruvi esa davom etmoqda, deyiladi Kun.uz saytida e'lon qilingan maqolada. O'zbekistonda nikohdan o'tmasdan yashab kelayotgan 10,024 nafar oila aniqlandi. Ularning 6,5 ming yaqinida nikoh rasmiylashtirildi, deya ma'lumot bermoqda Oila davrasida gazetasi. Xabarda keltirilishicha, FXDO organlari tizimida o'tkazilgan o'rganishlar demografik statistikada katta xatolar borligini ko'rsatgan. Chekka hududlarda istiqomat qilayotgan aholi tug'ilgan chaqaloqlarni ro'yxatdan o'tkazish, nikohni rasmiylashtirishga befarq qarab kelmoqda. Xususan 9988 nafar bolaning tug'ilganlik haqidagi hujjati mavjud emas. Shuningdek, qayd etilgan hujjatlarning 90% yaqini
aynan tug'ilish va nikoh haqidagi guvohnomalarga to'g'ri keladi, deyiladi xabarda. Yuridik nuqtai nazardan mazkur hujjatlarning mavjud emasligi fuqarolarni qonuniy huquq va erkinliklaridan mahrum qiladi. Rasmiy guvohnomasi mavjud bo'lmaganlar yo'q shaxslar deb hisoblanadi. Masalan, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasiz bolani bog'chaga rasmiylashtirib bo'lmaydi, maktabga qabul qilinmaydi. Nashrning xabar berishicha, fuqarolik holati dalolatnomalarining o'z vaqtida qayd etilmaganini aniqlash bo'yicha inventarizatsiya tadbirlari 2019-yil 1-iyulga qadar davom etadi. Kun.uz'da e'lon qilingan maqoladagi Gulnora Fayziyeva esa farzandlarini rasmiy ro'yxatdan o'tkazish nikohni rasmiylashtirishga befarq emas, ammo rahbarlar uning ishini tushunarsiz vajlar bilan ortga surib kelmoqda, deyiladi Kun.uz saytida e'lon qilingan maqolada. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida 3-fevral kuni huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida odam savdosi bilan bog'liq jinoyat aniqlandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasi xabar bermoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan ma'lum qilishlaricha, Farg'ona viloyati Beshariq tumanida yashovchi, ismi sharifi qisqartirilgan D.B. ismli ayol o'zining shaxsini yashirib, fuqaro M.ga tegishli pasport nusxasi bilan 26-yanvarda Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanida tug'ruqxonaga joylashgan. Shu kuni qiz farzandli bo'lib, 3-fevral kuni chaqalog'ini ismi sharifi qisqartirilgan S.A. ismli ayolga 3,5 million so'mga sotib ketayotgan vaqtida ushlangan, deyiladi Bosh prokuratura axborotida. Ichki ishlar vazirligi axborotida qayd etilishicha, farg'onalik ayol bolasini sotib, Toshkent shahriga qaytib ketayotgan vaqtida qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining qo'shimcha qilishicha, mazkur holat yuzasidan D.B.ga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 4-fevral kuni soat taxminan 19:20 da Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahrida yashovchi, ism shariflari qisqartirilgan A.K, Sh.A, Y.N va Muborak tumanida yashovchi N.Sh Mustaqillik ko'chasida sho'rtongaz kimyo majmuasi ishchisi U.A ni kuch ishlatish yo'li bilan qo'rqitgan. Ichki ishlar vazirligi Jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasidan xabar berishlaricha, ular shu yo'l bilan sho'rtongaz kimyo majmuasi ishchisidan 505 ming so'm pul va iPhone telefonini olib, voqea joyidan yashiringan. Xabar berishlaricha, ko'rilgan choralar natijasida ushbu jinoyatni sodir etgan shaxslar qo'lga olingan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Tashqi ishlar vazirligidan ma'lum qilishlaricha, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi huzuridagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan mehnat migratsiyasida bo'lib turgan va chet elda vafot etgan vatandoshlarning jasadini O'zbekistonga olib kelishda amaliy yordam ko'rsatiladi. Agarda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan yaqin qarindoshingiz yoki tanishingiz bunday holatga tushib qolganligi va yordamga muhtojligi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Rossiyadagi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining vakolatxonasiga yoki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi axborotida. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Tashqi mehnat migratsiyasining Rossiyadagi vakolatxonasi Moskva shahrida 1-Kazachiy tor ko'chasi 11-2 manzilida joylashgan. Agentlikning O'zbekistondagi manzili esa quyidagicha: Toshkent shahri, Olmazor tumani, Qamarniso ko'chasi 1-uy. Telefon raqami 71 kodi bilan 202 33 55. Telegramdagi kanali kuchukcha migration _uz. Eslatib o'tamiz, bir muddat avval bir qator ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda 5-yanvar kuni Moskvada fojiali tarzda halok bo'lgan O'zbekiston fuqarosining qarindoshi tomonidan Prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llangan video murojaat e'lon qilingan edi. Unda murojaatchi Rossiyada halok bo'lgan vatandoshlarning jasadlarini vatanga qaytarishda yordam ko'rsatishni so'ragandi. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 6-fevral kuni Rossiyadagi qurilishlar vaqtida halok bo'lgan 2 o'zbekistonlikning jasadini vatanga qaytarishda yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. Ayni vaqtda Rossiyaning Zaraysk shahrida bir necha oydan beri komada yotgan O'zbekiston fuqarosi vazirlik huzuridagi jamg'arma hisobidan Namangan viloyatiga qaytarilgani ma'lum qilindi. Bozor iqtisodiyotida xufiyona iqtisodiyot degan atama bor. Bu tadbirkorlikni yashirish tarzida amalga oshirish orqali soliq to'lashdan bo'yin tovlash hamda sog'lom raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatish deganidir.
Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot sho'basi xabariga ko'ra, Olmazor tumanida yashovchi ismi sharifi o'zgartirilgan Begali Turg'unov 30 turdagi umumiy qiymati 1 milliard so'mdan ziyod 1858 dona gilam mahsulotlarini har qanday hujjatlarsiz noqonuniy ravishda savdoga qo'yganligi aniqlangan. Ushbu savdo do'konidagi bir-biridan bejirim gilamlar har qanday xaridorni o'ziga jalb qilishi shubhasiz. Ammo tadbirkordan mazkur mahsulotlarning kirim hujjatlari va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun ruxsatnomalar so'ralganida sukut saqlashdan nariga o'tmadi. Yana bir fuqaro ismi sharifi o'zgartirilgan Furqat Asrorov ro'yxatdan o'tmasdan yashirin sex tashkil etib, erkaklar poyabzali ishlab chiqarish faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganligi aniqlandi. Eng achinarlisi yong'in xavfsizligi, tibbiy gigiyenik qoidalariga zid ravishda faoliyat yuritayotgan ushbu korxonada 20 nafarga yaqin fuqaro norasmiy ravishda yollanib ishlab kelmoqda. Nazorat tadbiri davomida faoliyatini boshlab, ammo tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan ushbu fuqarolarga ro'yxatdan o'tish tartibi, soliq to'lovlari, noqonuniy tadbirkorlikning salbiy oqibatlari hamda qonuniy faoliyat yuritishning afzalliklari batafsil tushuntirilgan. Shundan so'ng ular soliq idoralarining ham amaliy, ham huquqiy ko'magi bilan tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tdi. Toshkent shahar davlat soliq xizmati organlari bu kabi profilaktik tadbirlar davom ettirilishini bildirgan. Avvalroq taniqli xonanda Ozoda Nursaidova yurak xastaligi bilan shifoxonaga yotqizilgani haqida xabar bergan edik. Bu xabar yashin tezligida butun respublika bo'ylab tarqaldi. Ozoda Nursaidovaning singlisi Nilufar video murojaatda opasiga nisbatan yetkazilgan zarar, tahdid sabab u yurak xastaligiga chalinib, shifoxonaga tushganini aytgandi. Nilufar Nursaidova ijtimoiy tarmoqlari orqali opasining ahvoli haqida ma'lumot berdi. Kechadan buyon telefon tinmayapti. Duolaringiz, opamga yozgan tilaklaringizni yetkazdim. Aslida opam nima sabab shifoxonaga tushganlarini ochiqlashga va'da qilgan edim, lekin opam buni istamadi. Yaratgan kuch-quvvat bersa, bu kunlardan ham o'taman deb aytdilar, deydi Ozodaning singlisi. Uning ma'lum qilishicha, xonandaning ahvoli ayni damda ancha yaxshi. U to'y xizmatiga va'da qilib qo'ygani uchun oyoqqa turib to'yga ketgan. Bundan chiqdi, xavotirga o'rin yo'q. Qolaversa, Nursaidova jonli ijroda kuylaydigan xonandalardan sanaladi. Jonli ijroda esa kishi yuragiga bir necha barobar ortiqcha yuk tushadi. Demak, Ozodaning yuragiga hech narsa xavf solmayapti. Hatto jonli ijro ham. Ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz, Ozoda Nursaidova 13 yildirki mamlakatda norasmiy zapretda. Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayev, Farruh Zokirov kabi xonandalar qatorida uzoq yillar taniqli bo'lgan Ozodaga hali hanuz televideniya va radiolar eshiklari ochilganicha yo'q. U bugun mamlakatda zapretda qolayotgan yagona san'atkor hisoblanadi.